Assalomu alaykum. Kamola, men sizga bitta har doim klientlarim so'raydi, berilmaydi vaqtga nima ichsak bo'ladi? Albatta, chunki aynan homiladorlik vaqtim Atomiy kompaniyasiga ishlashga kelganman. Bu boshimdan o'tgan homiladorlarga aynan Atomiy spirulinalarini, Atomiy omegalarini hamda Atomiy vitaminli komplekslarini, keyin probiotiklarini tavsiya qilaman. Atomiy spirulinasi polniy vitaminli kompleks o'rnini bosib beradi. Dengiz o'ti qanchalar yodga boyligini, uni ichsangiz aptekadan yod olib ichish shart emas, juda ham yodga boy hisoblanadi. Omega jирный kislota hisoblanib bolachani yurak-ichasi rivojlanishiga, miyasi yaxshi rivojlanishiga hamda qon aylanishini yaxshilashiga yordam beradi. Vitaminli kompleks polniy bir kunlik sizga kerak bo'ladigan vitaminni o'rnini bosib, to'ldirib, vitaminlar bilan to'ldiradi hamda onani va bolani organizmini. Va bolacha tug'ilgandan keyin bizda aynan bolalar uchun ishlab chiqarilgan vitaminlar hamda o'qotbor dietik probiotikimiz bor. Atomiyda Kunlikdan mumkin. 2 kunlikdan bemalol ichirsa bo'ladi. O'zimiz sinovdan o'tgan, umuman zarari yo'q, immunitetini ko'taradi. Bolani tug'ilgandan keyin mana bu moslashishiga yordam beradi. Mana shu oddiy hayotga moslashishiga yordam beradi. Chunki u suvni ichidan chiqadi, toza havo o'pkalarini moslashishiga, ichakchalarini moslashishiga yordam beradi. Ichini qotishini yoki bo'lmasam kelishini normaga solib beradi xullas. Ya'ni uni ichiga polezniy bakteriyalar ko'p bo'lib, ichak faoliyatini normaga solib beradi. Gaziki, koliki hamma chaqaloqchalarda bo'ladi. O'shalarni ustranit qilish, ya'ni uni yechimini berishga yordam beradi. Boshidan o'tgani qoshidan o'tishadi. O'qotuviy kosmetikalar ham bor bolalar uchun. Tug'ilgandan ishlatsa bo'ladi. Uni birinchi kunligidan 0+ yozilgan, dermatestlardan o'tgan, germaniya dermatestlardan o'tgan. Bolani terichasi qurib qolishini oldini oladi, har xil allergiyalar toshishini oldini oladi. O'zim juda ham ko'zchalar qizarib allergiya toshgan losyonchasi, kremchasini ishlatardim. Anaqasi bor, shampuni bor, dvovaddan chiqarilgan, ham tanasini yuvsa bo'ladi, ham boshini yuvsa bo'ladi. Uni yuvgandan ham hidi ham shunaqa приятный, juda ham yoqimli. U bilan o'qot qilingan bola baribir boshqacha ajralib turadi. Rahmat maslahatlar